Hind kinosi qo'shiqlarining bu qadar keng ommalashishida opa-singil Mangeshkarlarning hissasi katta. Lata Mangeshkar va Asha Bhosleni Hind kinosi musiqasi qirolichalar deb atashgani bejiz emas albatta. U nafaqat iste'dodli, balki sermahsul qo'shiqchi ham. U ijro etgan qo'shiqlar mingdan ziyod filmda yangragan. Musiqiy faoliyatini 1943-yilda boshlagan Asha 60 yildan ko'proq vaqt mobaynida 13 mingga yaqin qo'shiq yozdi. 2009-yilda Ginnesning rekordlar kitobiga u rasman dunyodagi ovozi eng ko'p yozilgan ijrochi deb kiritildi. 2008-yilda Asha Bhosle Hindistonning ikkinchi darajali yuksak fuqarolik davlat mukofoti Padma Vibhushan ordeni bilan taqdirlandi. Asha Bhosle 1933-yil 8-sentyabrda Hindistonning Sangli shahrida musiqachi Dinanath Mangeshkar oilasida tug'ildi. Otasi vafot etgandan so'ng Mangeshkarlar oilasi Punadan Kolhapurga, keyinchalik esa Bombeyga, hozirgi Mumbay shahriga ko'chib o'tdi. Asha va Lata pul topish uchun filmlarda qo'shiq aytib, rol ijro eta boshlashdi. Asha o'zining birinchi Chala Chala Navbala qo'shig'ini Marathi tilidagi Majhabal filmi uchun, Bollivooddagi ilk Savan Aya saundtrekini esa Chunariya filmi uchun ijro qildi. 1949-yilgacha uning qo'shiqlari faqat duet shaklida bo'ldi. Birinchi marta Asha Rat Ki Rani, ya'ni Tun malikasi filmida yakkaxon tarzda qo'shiq ijro etdi. 1966-yilda Ashaning yosh bastakor Burmanning Tisri Manzil filmi uchun yozgan ilk saundtreklardan biri butun mamlakatda ommalashdi. Aytishlaricha, u aja qo'shig'ini eshitganda uni g'arbcha uslubda kuylamasligi kerakligini his qilgan ekan. Shunda Burman musiqani o'zgartirishni taklif qilgan, ammo u buni o'ziga sinov deb bilib rad etgan. 1960-yillarning o'rtalaridan 1980-yillarning boshlarigacha u aktrisa va raqqosa Helenning kuylovchi ovozi bo'lgan. Bu O Hasina Zulfo Vali qo'shig'idan boshlangan. Aytishlaricha, Helen qo'shiqni yaxshiroq tushunish va unga mos raqs harakatlarini rejalashtirish uchun qo'shiqni yozish paytida uning oldiga kelgan. Ularning mashhur musiqiy chiqishlari qatoriga Karvon filmidagi Piya tu Abdo Aja va Don filmidagi Ey Mera Dil hamda boshqa saundtreklar kiradi. 16 yoshida Asha o'zining shaxsiy kotibi bo'lgan 30 yoshli Gambadrao Bhosle bilan uydan qochib ketdi va ota-onasining xohishiga qarshi ravishda unga turmushga chiqdi. 10 yildan ortiq birga yashashdi. 1960-yilda esa ajrashishdi. O'sha paytda ularning 3 nafar farzandi bor edi. Bhoslening to'ng'ich o'g'li Hemat uchuvchi bo'ldi. Keyin esa kinokompozitor sifatida karyerasini boshladi. Qizi Vasha The Sunday Observer va Rediff.com kolumnisti bo'lgan. Biroq afsuski 2012-yil oktyabr oyida u o'z joniga qasd qilgan. Kenja o'g'li Anand biznes va rejissyorlik bo'yicha tahsil olgan. U onasining karyerasini boshqaradi. Ajrashgandan so'ng Asha qo'shiqchilik faoliyatini davom ettirdi. 1980-yilda u bastakor Rahul de Bormanga ikkinchi marta turmushga chiqdi. Rahul undan 6 yosh kichik edi. 1971-yilda Rita Patel bilan ajrashdi. Rejissyor, bastakor. Asha bilan umumiy farzandlari yo'q. Ashaning opasi Lata Mangeshkar katta shuhrat qozondi. Ammo Burman va Nayar kabi taniqli bastakorlar, shuningdek qo'shiqchi Muhammad Rafi bilan urushib qoldi. Bastakorlar o'shanda e'tiborlarini Ashaga qaratishdi. Bu opa-singilning munosabatlari yomonlashishiga sabab bo'ldi. Lata Ashaning karyerasini buzishga harakat qilgani haqida mish-mishlar tarqaldi. Asha Bhosle bir intervyusida opasi bilan munosabatlari yomonlashganini tan olgan. Bir vaqtlar bizning munosabatlarimiz juda yomon edi. Biz gaplashmasdik. Ehtimol munosabatlarimizdagi eng qiyin davr o'sha bo'lgandir. Men turmushga chiqdim. Lata bunga qat'iyan qarshi edi. Vaqt o'tib barcha anglashilmovchiliklarga barham berildi. Lekin ularning raqobat tarixi ancha vaqtgacha muhokama mavzusi bo'ldi. Ashaning o'g'li Anand Bhosle bir intervyusida ana shunday degan edi. Onam bolaligimiz risoladagidek va hammaning e'tiboridan uzoqda o'tishi uchun harakat qildi. Uning otasi san'atkor edi. Hayotida o'ziga xos past balandliklar bor edi. U hammasini ko'rdi. Shuning uchun onam bolalarini himoya qilishni istardi. Asha Bhosle o'z restoranlarini ochgan. Jiddiy zarar ko'rgan xotin-qizlar uchun ish o'rinlari yaratishga uringan. O'zining YouTube'dagi rasmiy Asha kanalida Bhosle onlayn vokal tanlovini tashkil etgan. Men 3000 dan ortiq ovozni eshitishim kerak bo'ldi.
Butun dunyodan kelgan yosh iste'dodlar o'z yozganlarini yuborishdi. Ularning ba'zilari juda kambag'al va og'ir sharoitlarda yashashardi. Lekin haqiqatan ham Xudo tomonidan ularga ilohiy ovoz berilgan. Ulardan birini tanlash oson bo'lmaydi. Lekin bu mening imkoniyatim edi. 70 yillik tajribangizni yoshlar bilan o'rtoqlashish kerak. Men borman va har bir o'tgan kunim uchun Parvardigorga shukr qilaman, deydi Asha. Asha Buxosli koronavirus pandemiyasi davrida o'zining shaxsiy retseptlarini ham yaratdi va Asha's restoranlar tarmog'idagi oshpazlarga ularni taomnomaga kiritishni aytdi. Men qilayotgan ishimda judayam tezkorman, xoh qo'shiq aytish bo'lsin, xoh ovqat pishirish. Shuning uchun men retseptlar yaratganimda boshqalar oshxonadan yugurib chiqishadi. Ular tenglasha olishmaydi men bilan, mening tezligim bilan, deb kuladi Asha. Umid qilamizki, Asha Buxoslining qo'shiqlari hali ko'p yillar davomida o'z muxlislarini xursand qiladi va topadi.